Bo'ldi, chechilmang. Sizning hozirgi hissiyotingizni men tushuna olmayman. O'mi bu ishni qasddan qilgani yo'q ekan. O sizni yaxshi ko'rib qolganligi uchunla, o'zining eng qimmatli narsadan ayrilib qolgani uchunla, mushu xil usul bilan o'z maqsadini amalga oshiribdi. Balkim rostila baxtsiz qizdi. Ammo muhabbatga bundoq ig'ir-chaqchaq qilib bo'lmaydi-da. Men qaytay. Vaqtingiz bo'lsa, uni yo'qlab qo'ying. O sizning ismingizni to'xtamay tilga elib yotadi. O shundoq deb ishxonadan chiqib ketdi. Men sarangdakla o'ltirgan joyimda dong etib o'ltirib qoldim. O'z-o'zimga to'xtamay savol qo'yatdim. Men zodi qanday qilishim kerak? Zodi qanday qilsam bo'ladi? Tushlik aramdan foydalanib, mashinamda kelib olish uchun oqshom qavoxonning oldiga bordim. Bu yana o'likdak jimjitlik qoplagan edi. Kecha tijorat qilg'achqa aram og'ini aniq edi. Mashinamda haydab oshxonaga tomoq yeyishga kirdim. Dal shu daqiqalarda oqshomgi qiz Osiyani uchratdim. Uni chaqirmoqchi bo'ldim-yu, biroq ko'tirgan qo'lim havoda laylab qoldi. Uning yonida kelishgan bir yosh yigit bor edi. Men tomoqni oldirib yapla yenib chiqdim. Yo'lda ketib o'tib xiyolimda yana shu Osiya paydo bo'ldi. Dada qanday qizdi? Yenidagi yigit kim u? Bosh oxiri yo'q chigi savollarga javob topolmay shirkatning oldiga kelib qoldim. Mashinani to'xtatib qo'yib ishxonamga kirib ketdim. Ishdan tushib uyga keldim. Uy ichi xuddi ko'zimga bo'ronliq kapidakli bo'ladi. Ixtiyorsiz yana Osiyani o'ylab qoldim-da, uni izlab maqdim. Ayol o'tmay uyagim yetib keldi. Men o'ltirgan o'rin bo'sh edi. Kelib o'ltirgandan keyin aroq bo'y tutib, bir rumka aroq ichdim. Ko'zlarim bir kimlarnidir izlaydi. Ammo topolmay yotadi. Men kutkuchini chaqirdim. Uningdan Osiyani so'radim. Biroq u bu yerda Osiya ismli qizning ishlamaydiganligini aytdi. Men tush ko'rmaydiganman. Da, yuzimni chimdab boqdim. Kayfim birdamda uchib ketdi. Saxti bas, aldamchilar. Ammo bir kuni tegishlik jazoni yeysan. Da, u yerdan yenib chiqib, uyga qarab yo'lga chiqdim. Yo'lda ketib o'tib, yana shu ishlarni o'yladim. Uning menga hamroh bo'lib, aroq ichishi, meni yo'lab tazliq uyga olib kirishi, yana teg'i meni uyimga olib holimdan xabar elishi. Bir kecha qoni menga tomoq etib berishi g'alati tuyuldi. Bir notanish qizning bunchalik qilib ketishidagi maqsadi zodi nima? Uyga yetib keldim. Qo'limdagi aroqdan yana bir rum ichdim. Ko'nglim shundoq so'qoq bir narsani xohlayotdi. Shuning bilan o'rnimdan turib, to'nglatqini ichib, bir butilka so'qoq ichimlikni oldim. Dal shu asnoda ko'zim bir varaq qog'ozga tushdi. Xushyoqmagandek holda elib, asldagi o'rnimga kelib o'ltirdim. So'qoq ichimlikni qong'idek ichgandan keyin yilqi varaqni ichib o'qishga boshladim. Shavkat aka, oldi bilan sizdan kechirim so'rayman. Chunki men sizni yolg'on gap so'zlar bilan aldab qo'ydim. Ammo menda yomon niyat yo'q. Sizga rostimni desam, men sizning ayolingiz Aliyaning singlisi bo'laman. Ashu kuni ocham menga telefon qilib, bo'lgan ahvolni bir qir so'zlab berdi. Uning deyishicha, u kuni sizning kayfiyatingiz faqat yaxshi emas ekan. Ocham menga sizning holingizdan xabar olishimni, biror chatoq chiqib qolishdan qattiq ansirganligini aytgan edi. Shunlashqa men bir kun sizning kayningizda paypetak bo'lib shirdim. Sizning oqingizdan qavoxonaga bordim. Hamroh bo'g'uchi xinim sifatida sizga aroq ichib berdim. Amaliyotda men bu umrimda aroq degan narsani asla ichib boqmagan. Sizning mas bo'lib ketgan fursatingizdan foydalanib, aroqni ichmasdan to'kivatdim. Siz bu Qur'onni o'qiyotganda meni aldamchi deb tillayotgansiz. Siz qancha tez mas bo'lsangiz, shuncha xotirjam bo'lardim. Chunki siz mas bo'lsangiz, ahmoqona ish qilolmaydingiz. Siz oxir mas bo'lib ketdingiz. Sizni uyingizga olib bordim. Sizning holingizdan xabar oldim. Adsi yana ochamning o'rnida
sizga bir vaqt tamoq etib berdim. Men bu ishlarning hammasini ochamning topshirig'i bilan sizni dafli qildim. Siz meni xato tushunib, menga pul tangladingiz. Siz pulimi xatolashqandingiz. Men o pulga qilcha ehtiyojliq emas. Men bo'lsam, ma'lum bir maktabda o'qituvchi edim. Sizcha, ashundaq nomussiz ishni qilib salamanmi? Ocham bu umrida tunji qadamini xato bosganligi uchun bir umr hasratda o'tmoqda. U qancha qilsa-mu buning o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Bir qizga nisbatan chiroy, mol dunyo muhim emas, balki iffat, g'urur, qizlik eng muhim. Biroq ocham buni kechikib his qildi. Shavkat aka, ochamni kechiring. U sizni haqiqatan yaxshi ko'radi. Biroq hozir bu holatda yana sizni suyman deyolmaydi. Aslida u sizning erlik g'ururingiz bilan o'ynashmasligi kerak edi. Menmi ko'p qitim aybladim. Cho'nglarning paxtaning ichida cho'q saqlig'ili bo'lmaydi degan so'zi bakmi to'g'ri aytilgan ekan. Eng oxirda sizdan o'tindig'inim, ochamga bir qitim fursat bering. U sizga yaxshi ayol bo'lib, bir umr ot eshakdek ishlab, savalligini yursin. Singlingiz Nodiradin. Xatni o'qib, yiliq yeshilmas savollarga javob topgandek bo'ldi. Bu yeshilmas sirmo o'zligidan yeshilib, o'zimni yengil his qildim. Ata Oliyani yo'qlab kelishni o'ylab, karavotga chiqdim. Ham tomdagi to'y surtimizga qarg'animcha cho'nqur o'yib botdim. Atasi tushga yaqin Oliyani yo'qligini doktorxonaga bordim. U meni ko'ribla izo tatqandan o'zini qochirib, boshqa yoqqa qarab qochdi. Men qo'limdagi narsalarni ustal ustiga qo'yib qo'ygandan keyin, "Oliya, qanday ahvolingiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xizmat aldirash bo'lib qilib, vaqtida yo'qlab kelamidimi?" dedim. "Ha, hech qisi yo'q. Bugun yo'qlab kelibsiz. Shunda xush bo'ldim. Demisizmi siz bek aldirash ishlaysiz?" Shu gaplarni deb, har ikkimiz jimmat bo'lib qoldik. Bir ozdan keyin oradagi jimjitlikni buzib gap boshladim. "Sizga quvvat bo'lsin deb, to'g'ri go'shi sho'rpisa keldim. Qiziqib ichib olingmi?" deb bir chiniga qo'yib, Oliyaning oldiga bordim. U shu on men tarafga o'rildi. Uning ko'zlaridan yepi uzilgan marjandak to'kilgan yoshlar mag'zini bo'ylab sirg'ib tushyotdi. "Rahmat sizga, Shavkat. Men sizga yuz kelolmayman. Meni kechiring." Ko'p o'ylamang. Avval salomatligingiz asliga kelsin. Qoldi gap so'zlarni keyin deyshayli. Men sizni aldadim. Men sizning sevgingizni aldadim. Men odam emas. Men saqayib doktorxonadan chiqqanda ajrashib ketayli. Siz burunqi baxtli oilangizni qaytadan qurib chiqing. Rana ocham sizga muhtoj. U shu so'zlarni davetib qattiq yig'lab ketdi. Bechora qiz. Daytim ichimda uning yig'lishiga chidab turolmay. Men qo'limdagi chinini bir yoqqa qo'yib, uning sochlarini asta silab tasalli berdim. "Oliya, bo'ldi, yig'lamang. Yig'lamang, ha? Ishlar asta-asta yaxshi bo'lib ketadi. Salomatlik eng muhim. Yaxshi davolanib, tezroq qaytib chiqing." Men shundoq deb, uning ko'nglini yasab tasalli berdim. Uning hasratli ko'z yoshlariga qarab, yana saqlab turaverishga taqatim qolmadi. Shunga uzoq o'ltirmay xo'shlashib, doktorxonaga qaytib chiqdim. Dal shu chaqda qirishqandek rana uchrab qoldi. "Doktorxonaga kelganmidingiz?" "Ha. Oliyani yo'qlab kelgan edim. Yenib bo'ldim." "Yaxshi qilibsiz. Bechora qiz bek azobtatdi." Rana yana nimalarni demoqchi bo'ldi. Men o'ng'aysiz holatni yo'q qilish uchun "Ozroq ishim bor, keyin ko'rishaylik" deb Rana bilan qo'shlashdim. Mashinaga chiqib, men doim yoqtirib anglaydigan musiqani yeni qo'yib, bayam qishloqqa aslab chiqdim.
Aliya doktorxonadan chiqsa, u rostila men bilan ajrashib ketadi. Ondaqda uning deganidek men Rana bilan qayta to'y qilamdi. Men erishmoqchi bo'lgan, orzu qilgan muhabbat mushundaq narsa bu. Degandek savollar beshimni bakla og'ritdi. Ishxonaga kelib, tushdan keyingi xizmatimni boshlab oldim. Boshliq o'rinlashtirgan vazifani bu hafta ichi cho'qim tamomlab bo'lishim kerak edi. Shunga uyga qaytmay, ishxonada yetib qopib ishlashni loyiq topdim. Kompyuterda dokladni urg'ilay, hamda tamshalsam, ishga yenikcha keldi. Orqadan bizning bo'limdagi birisi kirib keldi. Uning qo'lida menga lozimliq bir qism son sifirlar bor edi. Uni uzitib, butun ishtiyoqim bilan bu dokladni yezib chiqishga boshladim. Azal bir soatdak yozgandan keyin ishxonadan chiqib, bo'limdagi xizmatchi xodimlarni ko'zdan kechirdim. Xeyli kunlar bo'pti-kan, bunda qilib boqmag'ili. Ularning ba'zilari men qarab qo'yib, yuz ishlari bilan bo'lsa, ba'zilari yer ostidan qarab bir nimalarni deyishyapti. Balkim ular Oliya bilan o'tirimizdagi ishlarni bilgan bo'lishi mumkin. Men parvosizlarcha ularning yenidan o'tib ishxonaga kirib ketdim. Men yana shu Oliya to'g'risidagi o'sha ishlarni ko'z oldimga keltirdim. Goh uningga o'shlikim kelib nafrat bildirsam, goh uning bechora holatini o'ylab esdashlik qildim. U bir ziyonlanmoqchi bo'lishi mumkin, deydim. Men o'sha ishlarni o'ylamay tezroq unutib ketay desam-mi, faqat unutgan bo'g'dayman. Doktorning u ko'p qitim bola oldirganlik uchun omilni saqlab qolg'ili bo'lmadi degan mushi gapi quloq tuvimda jaranglab, ko'nglimni to'limi g'ash qiladi. Bundoq ish zodi nimishqa takrar bo'ladi. Puti teshikka kirib ketgan eshak ikkinchilab undaq qilmaydi-ku. Ajaba, uningda oshu eshakchilikmi aql yo'qmidi? degan bu savol meni qiynab, holimni qo'ymadi. Erkaklik g'ururim, senmi bir erkak bo'ldingmi? deb mening ustimdan to'xtamay shikoyat qilib o'tadi. Mushundaq savollar ichida kun kech bo'ldi. Qo'sqim oshqanda qilib tamoq yeyishga bordim. Mashinamning qishig'i berib, Ranaga telefon qildim. Vay, Rana, siz nada? Ha, men ishdan tushay deyapman-ku. Kechda vaqtingiz bormi? Birga tamoq yeb kelaylik degan. Kechiring, men uyga qaytmasam bo'lmaydi. Opamning mijozi yo'q. Ha, ma'qul. Undaq bo'lsa, boshqa bir chaqda bo'lsin. Bo'lamdi. Bu gapni anglab, ishtiyim tutilib qoldi. Tamoq yegach paranlishaman deb o'ylagan edim. Ko'nglimda o'ylagan xushalliqlarim allaqandoqdir bir yerlarga uchib ketdi. Demismi, men Ranani sevib qolgan edim. Qandoqli bo'lmasin, bizning xushal o'tgan kunlarimiz bo'lgan edi. Yana kelib, astin chiqmog'idak asli millarimiz bor edi.